Uyda ona va qiz yolg'iz yashashar edi. Eri allaqachon vafot etgan ayol kiyim-kechak tikib, uni sotib o'sha pulga tirikchilik qilishardi. Qiz juda yosh, taxminan 10-12 chamasi. Shu zaylda kunlar o'tib borarkan, bir kuni tunda har galgidek ayol kiyim tikardi. Qizi esa tayyor kiyimlarga tugma qadardi. Shu payt qiz juda qattiq yo'tala boshladi. Buni ko'rgan ayol juda qo'rqib ketdi va qiz oldiga shoshildi. Qiz hushidan ketdi. Ayol dod solib, qo'shnilarni yordamga chaqirdi. Qo'shnisi mashinasida qizni kasalxonaga olib bordi. Doktorlar qizni tekshirgani, reanimatsiyaga olib kirib ketishdi. Afsuski, ancha vaqtdan keyin doktor chiqib, qizning yaqini bormi deb so'radi. Ayol bechora yurak hovuchlab, "Men uning onasiman" deb yugurib bordi va doktordan "Sizga sabr tilayman" degan javobni oldi. Ayol shok holatga tushdi. Ayolni bu ahvolni ko'rgan atrofdagi qo'shnilar uni uyiga eltib qo'yishdi va qizni bomdodga dafn qilishligini va shunga tayyorgarlik ko'rishi ayolga aytishdi. Qo'ni-qo'shnilar ertalabgacha ayolni yonida bo'lib, unga dalda bo'lishdi. Qizni dafnga tayyorlashdi. Vaqt bo'ldi. Qizni bomdod namozida dafn qilib, uni haqqiga duolar qilishdi va hamma uyga tarqaldi. Ayol kuni bo'yi shok holatda bo'ldi. Bu mash'um voqea ayolga juda qattiq ta'sir qilgandi. Shu zaylda kech tushdi. Soat tungi 21 chamasi. Ayol oldi faqat qo'shni ayollardan 1-2tasi qoldi. Shu payt eshik qo'ng'irog'i chalindi. Ayol o'zi borib eshikni ochdi va hushdan ketdi. Eshik oldi o'sha dafn etilgan qiz turardi. Ko'kragidan osti kafan bilan yopilgan. Qolganlari ham ko'rib baqirib yuborishdi va sekin-asta o'zligiga kelishdi. Qizni sekin uyga olib kirishdi. Qiz ham qo'rqib ketgan edi. Shuning uchun juda tinmasdan yig'lardi. Sekin-asta qizdan bo'lgan voqeani so'rashdi. Qiz so'z boshladi. "Men kiyimlarga tugma qadayotgan edim. Bir payt labimdan ushlab turgan tugmam tomog'imga ketib qoldi va havo yetishmay qoldi. Shundan so'ng hushimdan ketdim. O'zimga kelganimda ko'zimni ocha olmasdim. Shunda doktorlarni gaplashayotganlarini eshitdim. Ular menga sizga o'ldi deyishdi. Ammo men tirik edim. Tomog'imga tiqilgan o'sha tugmaning teshiklaridan o'pkimga ozgina bo'lsa ham havo kirib turardi. Shuning uchun ham yuragimni urishi ham juda sust edi. U shunchalik past plyusda urardiki, uni urishni hatto o'sha apparatlar ham ilg'ay olmadi. Meni olib borib dafn qilishdi. Allohning irodasi bilan tugmani ichimga tushib ketdi va men chuqur nafas ola boshladim va qabrni sekin-asta kavlay boshladim. Uni ochib chiqquncha shuncha vaqt o'tdi. Meni kechiringlar, sizlarni ham qo'rqitib yubordim" debdi qiz. Bu gaplarni eshitgan atrofdagilar shu zahotiyoq Allohga istig'forlar aytishdi. Qarang, vatandoshlar, Alloh asragan inson hatto qabrdan ham tirik chiqadi. Alloh buyuk va qudratli zotdir.